ogoh bo'linglar. Bu ma'lumotni hammaga yetkazib qo'yinglar. Ko'pchilik qurutni yaxshi ko'radi, lekin ba'zi bir noinsof tadbirkorlar qurutni narxini tushirish uchun har xil narsalar qo'shishar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, tuzimsiz? Rahmat, Opa, necha yildan beri qurt sotasiz? 2003dan beri. 2003-yildan beri, to'g'rimi? 20 yildan ochdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bir safar video olganimda, hattoki Amerikagacha bu qurtlarni olib ketishar ekan. Shu gap rostmi? Shunaqa. Amerikaga, Londonga, Germaniyaga, Qozog'istonga dastavka chiqarib berayman. Ha, sizga ishonishadi, chunki siz faqat tabiisini berasiz. Boshqa davlatda yashayotgan o'zbekistonliklar O'zbekistonni qurtini sog'inganda sizni oldingizga kelib ko'proq xarid qilishadi, shunaqami? Shunaqa. Endi qarang opa, hozirgi kunda ko'pchilik qurtni tan narxini tushirish uchun har xil narsalar qo'shib kelinar ekan. O'shani hozir iloji boricha odamlarga qanaqa ajratib olish mumkin, nima qilsa bo'ladi, o'shalar haqida ma'lumot bera olasizmi? Albatta bera olaman. Chunki mendagi qurtlar hammasi 100% toza sifat sumalli mahsulotlar. Aha. Afsal, kraxmal yo'q, sechka yo'q, un yo'q. Aha. Tabiiy mahsulot qurtlar. Demak, qarang. Hozirgi kunda birinchi eng zararli narsa palmani yog'i qo'shiladi, to'g'rimi? Albatta, shunaqa. Palma yog'i qo'shilayotgan ekan. Keyin un, keyin kraxmal, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, qarang, palmani yog'i odamga juda ham zararli. Albatta zarar. Bu organizmga nima bo'lmaydi. Organizmga rak kasallik keltirib chiqaradi. Zarari bor uni. Xo'p, endi qarang. Qanaqa qilib palma yog'i qo'shilgan va tabiiy suzmali qurtni ajratib olish mumkin? Palma yog'li qurtni nima qilib ajrata olmaydi. Chunki yog'li bo'ladi, yeganingizdachi nordon bo'lmay shirin mazali qurt bo'ladi. Yeganingizda umuman nordon yo'q. U tabiiy emas. Ha, demak palma yog'i qo'shilgan bo'lsa, u tabiiy hisoblanmaydi. Tabiiy hisoblanmaydi. O'shanga katta ehtimol bilan palmani yog'ini qo'shgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mumkin, albatta shunaqa. Agar kraxmal yo'qida, un qo'shilgan bo'lsa qanaqa ajratib olsa bo'ladi? Un qo'shilgan qurtni sechka mana aptechni yot bor. Ichiga yot solganman. Aptechni yotni tomizganingizda un qo'shilgan qurtni rangi qorayadi mana. Isbotlab beray mana. Aha. Qorayib ketadi. Bu un qo'shilgan qurt. Buni qo'yib turamiz. Tabiisini oling, o'zingiz sotadiganmi? Hammasi 100% tabiiy. Aha. Tabiiy qurtda yot rangi yo'qolmaydi. Aha. Bu hozir tabiiysiga qildik. Tabiiy rahmat. Mana tabiiy bo'ladi. Mendagi qurtlar hammasi mana bunaqa tabiiy mahsulot qurtlar. Gap bo'lish mumkin emas. Mana hozir qurtlarimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana rangi o'zgarmagani toza, tabiiy qurt. Mana bu yoqda un yo'q edi. Har xil sechkani maydalari, kraxmal qo'shilgan bo'lsa, rangi ham bunaqa qilib qorayib ketar ekan, ko'ryapsizlarmi? Yotni olib yuramizmi deyishingiz shart emas. Deyarli har bir original qurt sotadigan odamlar o'zining yonida yodi bo'ladi. Sababi odamlarga isbotlab berish uchun mana farqini ko'rgin. Arzoni mana bunaqa bo'ladi, qimmati bunaqa bo'ladi deb sotuvchilarning o'zida yot bo'ladi. Agar siz yaxshi qurt olmoqchi bo'lsangiz, shunday yotdan bitta tomizib ko'ring, ko'nglim xotirjam bo'ladi. Originalmi, yo'qmi deysiz va sizga tomizib isbotlab berishadi. Opamizga gap bo'lishi mumkin emas. Necha yillik klientlari bor ekan. Men bular nomerlarini qoldiraman, chunki bulardan olayotgan odamlar menga yozishdi. Shu paytgacha opamizdan olib kelamiz. Qurtlarni hattoki Angliyaga olib boramiz, Amerikaga olib boramiz, yoki o'g'limga, qizimga jo'natib yuboraman, chet elda o'qiyapti deb bu opani maqtashgani uchun men kelib video qo'yaman. Opa nomerlarini yozib qoldiraman. Yaxshi qurtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka xizmati ham bor, dastavka jo'natib yuborsanglar ham bo'ladi, to'g'rimi? Dastavka bor. Bo'ldi. Joylari Chorsuv bozorida, Chorsuv bozorining tepa tomonida. Mo'ljal qilib mana bu do'ppini eslab qolsanglar, opani brendlari ekanini ko'rishingiz mumkin. Do'ppili qurt, orientir mana shu yoqda bemalol kelaverasizlar. Chorsuga kelganda telefonlashib, yaxshi qurtlarni olib ketsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Bundan ham foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.